Mustaqil qaror qabul qiling. Ba'zi odamlar muayyan vaziyatda siz nima qilishingiz kerakligini doim aniq bilishi ajablanarli emasmi? Ular sizga maslahat berishga har doim tayyor, hatto siz so'ramasangiz ham. Aslida ko'pincha so'ramaysiz ham. Bundan ham yomoni ularning so'zlari o'z turmush tarzlariga to'g'ri kelmaganda bo'ladi. Masalan, semizlikdan aziyat chekayotgan odam sizga sog'lom ovqatlanish bo'yicha maslahat beradi. Bankrot bo'lgan kishi moliyaviy masalalarda yo'l yo'riq ko'rsatadi. Oilaviy hayoti mukammal bo'lmagan odam esa sizga oila munosabatlari qanday yaxshilash haqida maslahat beradi. Bu ro'yxatni davom ettirish mumkin. So'zlari, ishlari bilan tasdiqlanmagan odamlardan men qabul qiladigan yagona maslahat meni tinglab, aksincha yo'l tuting. Hayotimdagi oltin qoida men uchun erishmoqchi bo'lgan narsaga allaqachon erishgan odamlar bilan maslahatlashish bo'lib qoldi. Qiziq tomoni shundaki, aynan shu insonlar sizni so'ralmagan maslahatlar bilan bezovta qilmaydi, ammo ulardan so'rasangiz mamnuniyat bilan javob berishadi. Ular o'z maslahatlarini sizga majburlamaydilar. Darvoqe, bir narsa aniq. Siz qarorlarni mustaqil ravishda qabul qilishingiz kerak. Boshqalardan natija bergan narsa sizga to'g'ri kelmasligi mumkin va ehtimol o'zingizning shaxsiyatingiz va odatlaringizga mos ravishda harakatlarni biroz o'zgartirishingiz kerak bo'ladi. Axir o'z hayotingizni hammadan ko'ra yaxshiroq bilasiz, demak sizga nima foyda berishini ham yaxshiroq tushunasiz. Qo'lingizdagi kitob bunga ajoyib misol bo'la oladi. U turli odamlarga o'z qadr-qimmatini oshirishga yordam bergan yuzlab tavsiyalar to'plamidir. Siz ularni sinab ko'rishingiz, bu usullar sizga qanday ta'sir qilishini tekshirib, o'zingizga eng mos keladiganlarini tanlashingiz lozim. 2-3 usulni tanlab, ularni muntazam ravishda qo'llang va shu bilan ishning katta qismini bajargan bo'lasiz. Ularni o'zlashtirgach, yana 2-3 tasini qo'shing va shunday davom eting. Boshqalar siz uchun qaror qabul qilganda muammo shundaki, hamma narsa siz xohlagandek emas, balki ular xohlagandek bo'ladi. Bundan ham yomoni, boshqalarga o'zingiz uchun qaror qabul qilishga yo'l qo'yib, siz hech qachon mustaqil qaror qabul qilishni o'rgana olmaysiz. Albatta, boshqalarning fikrini diqqat bilan tinglab turish kerak, lekin so'ngra o'zingiz qaror qabul qilishingiz lozim. Birinchidan, vaziyatni faqat siz bilasiz. Ikkinchidan, oqibatlar bilan aynan siz kurashishingiz kerak bo'ladi. Maslahatchilar esa ehtimol kamtarlik bilan chetga chiqadilar. Shunday qilib, agar siz xatoga yo'l qo'ysangiz, u kamida o'zingizga xos xatolar bo'ladi. Maslahat berganlarga emas. Maslahatchilar esa yorug'lik tezligida ham, undan ham tezroq bu ularning aybi emasligini oqlashga shoshiladilar. Qabul qilgan qarorlaringiz har doim ham mukammal bo'lavermaydi. Ular bunday bo'lishi shart ham emas. Ammo yuqorida aytganimdek, boshqalar sizdan nimani istasa, shuni qilishdan ko'ra, o'z xatolaringizni qilib, ulardan saboq olish afzalroq. Shunday emasmi? Mustaqil qaror qabul qilish orqali siz faqat yutuqqa erishasiz.